Aziz do'stlar, ushbu shogirdim Iqboljon 17 yoshdalar, Qozog'iston Respublikasi Chimkent viloyatidan ukamiz, ya'ni Qozog'istondan kelib, sartarosh sohasini shu yerda noldan o'rganyaptilar. Savolim, siz oldin sartarosh bo'lganmisiz yoki endilikda shu yerda o'rgandingizmi? Ha, haqiqatan noldan kelganman. Qo'limga qaychi ushlashni bilmasdim. Shu yerga kelib, qaychini kak masterlar kabi ushlashni o'rgandim. Bu yerga kelmasdan turib, men вообще kasbga qiziqmaganman. Bu yerga akam sizni kuzatib, akamning qiziqishi bo'lgan, men qiziqishim bo'lmagan. Shu yerga kelib qiziqish paydo bo'ldi. Bolalarga qarab, akademiyaga kelgandan keyin 11-kun soch olishni boshladim va 40 tadan ziyod soch oldim. Hozirgacha daromadim 300 mingdan oshiq daromad qildim. Iqboljon 17 yoshlik ukalarimiz komfort zonada, ya'ni uylaridan chiqqilari kelmaydi tashqariga. Bilasiz, Qozog'iston respublikasidan kelib Toshkentda sartaroshni o'rganyapsiz. Qiyin emasmi musofirchilik? Yo'q, O'rgansa bo'lar ekanmi? bo'lar. Ya'ni komfort zonadan chiqish kerak. Yoshlarga qanaqa maslahat bergan bo'ladi? 17 yoshlik, 16 yoshlik ukalarimiz bor. Ayrimlari boshqa viloyatdan boshqa viloyatga borib kasb o'rganishga yoki bir ish qilishga qo'rqishadi. Ya'ni uylaridan boshqa joyga borishga. Shu ukalarimizga qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Qo'rqmasdan dadil kelib kasb o'rganib ketish kerak. Kelajakdagi maqsadlar. Kelajakdagi maqsadlar shu sartaroshlik orqasidan o'z bizneslarimni ochish.